Assalomu alaykum obunachilar, sog' salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa biza yurtdorlarimizning yangilikda bir to'yxona salonib turibdi. Katta bir to'yxona. Bir mingdan ziyod odam sig'adi bu yerga. Xudo xolasa shu yerda qozon o'choq boshladik. 5 dona qozon, katta qozonlardan. Xudo xolasa sizlarga ish jarayonlarini ko'rsatib tanishtirib boramiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Tomosha etinglar, Xudo xolasa. İnşallah bir işimizni boshladik. Bir zagotovka bo'ladi birinchi kuni. Karvishlarni, chaya, sement hammasini kirgizib ketamiz. Xudo xolasa, Alloh nasib etsa ertaga azon bilan karvich o'rishma boshlaydi. Siz tomosha qilib boringlar do'stlar. Xudo xolasa ishimizni ko'rsatib boramiz. İşin jarayonda ketishini, ishning sifatini o'zingiz boxabar berasizlar. Xudo xolasa.